Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar, sog'lommisizlar. Do'stlar, bugun sizlarning e'tiborlaringizga yana Fly2 o'quv markazini tanishtirib o'tamiz. Koreya o'qiyman, Koreyada ishlayman desangiz, yana shu Fly2 o'quv markazi o'qishga taklif etadi. Ish bilan ham xudo xolasa o'qishlarni bitirsangiz, Koreyaga borib kelish imkoniyatlarini beradilar. Sertifikatlari bor, o'zlari ham Ekrembekning o'zi ham Koreyada ham o'qiydi, ham ishlaydi. Qolaversa, o'zlarimizni Xankali bolalarni shuni o'qitib, o'zi sertifikatlarni olib berib, ish bilan yuberdingizlar axir. Mingdan ziyod o'quvchilar Koreyada hozir ish faoliyat yuritib turgan ekanlar. Xudo xolasa shu Ekrembekning o'quv markazi bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Manzillarni aytib o'tadigan bo'lsak, manzilimiz do'stlar, Xankamizda 3 paxta. 3 paxtadan shunday Hazar Stanovkani arka tomonida qarasangiz, yuqorida Fly2 deb Koreya deb yozib qo'yibdilar. Bemalol kelaverasizlar. Ekranda telefon nomerlar, to'liq ma'lumotlarni ekranda nomerlardan asoslab bo'ladi. Hozir Ekrembekning o'zlari sizlarga o'qish to'g'risida batafsil ma'lumotlarni beradilar. Xudo xolasa kelaverasizlar, o'qiyverasizlar, ajoyib imkoniyatlar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bizning Fly2 Koreyamiz endilikda Xanka tumanida. Koreyada ham o'qib, ham daromad olish uchun zo'r yangilik bizda Koreyaga viza qabullari ochildi. Y7 T-Rex viza hamda D2 vizalariga qabullar ketyapti. Y7 vizasi bu ishchi viza, yoshi kattalar ham Koreyaga ketib ishlash imkoniyati mavjud. T-Rex vizasi bu maktabni yaqinda bitirganlar uchun zo'r taklif. Ya'ni maktabni tamomlaganiga 2 yildan oshmagan bo'lsa, til bilmasa ham Koreyaga ketish imkoniyati mavjud. D2 viza bu talabalik vizasi, ya'ni IELTS, TOEFL sertifikati bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri universitetlarga grant hamda kontrakt o'qish imkoniyatlari mavjud. Yoshlarimiz uchun yana bir zo'r taklif. Endilikda biz bilan koreys tilini noldan o'rgansangiz bo'ladi. Koreys tili kurslarimizga qabul davom etyapti. Ekrembek shunda o'zlarimizning Xankadan o'quv markazidan yetgan bolalarning to'g'risidan bir ma'lumot bersangiz. Koreyaga yetgan o'quvchilarimiz Satimov Donyorbek Koreyada ham o'qib, ham ishlab kelayotir. Mana ularning vizasini ko'rishingiz mumkin bemalol. Satimov Donyorbek. Hozir Koreyada bular. 1 yil bo'ldi yetganini. Emonda o'zimniki. Bu. Arkanda Kamoljonov Sunnatulloh bu balamiz ham yaqinda ketdi. Mart ayında getdi bu balamiz ham. Toshkentda filiali endi bir Ankara. Toshkentdan bizning filialimiz bor. Filiallari bor. Ekrembek shunda soat nechadan o'qiladi, soat nechadan qabul qilasizlar deyiladi. O'quv kurslarimiz haftada 3 kun bo'ladi. O'quvchilarning vaqtini qarab belgilanadi. Ya'ni o'quvchilarning o'zina to'g'ri keladigan vaqtini qarab guruhlarimiz ochiladi va guruhlara bo'linadi. Ana do'stlar, bemalol kelaverasizlar, manzillarni ko'rsatib o'tdik. Sharoitlarni ko'rib turibsizlar, imkoniyat. Fly2 o'quv markazi Toshkentning filiali Xankamizda Ekrembekning o'zi ham o'qib, ishlab, bolalarni ham yaxshi ishlarga joylab xizmatlarni ko'rsatib turibdilar. Qolgan ma'lumotlarni batafsil telefon orqali gaplashasizlar. Kelasizlar ofislarni o'zlaringiz batafsil ma'lumotlarni olasizlar, xudo xolasa. To'g'rimi Ekrembek?